Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oyning o'zidayoq yangi tekshiruvga tushishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda nafaqadagi ota-onamiz, buvimiz, bobamiz yoki qarindoshimiz bor. Agar tekshiruv vaqtida hujjatlarda xato chiqsa, pensiya to'lovi kechikishi, qo'shimcha ma'lumot so'ralishi yoki ayrim holatlarda qayta hisob-kitob boshlanishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga qo'rqitish uchun emas, balki vaziyatni tushunarli qilib berish uchun murojaat qilyapman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qanday hujjatlar tayyor turishi kerak, tekshiruvda nimalarga e'tibor berish kerakligini oddiy tilda aytib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga aynan kerak bo'lgan paytda yetib kelmaydi. Avvallar ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin yillar davomida deyarli hech qanday qo'shimcha tekshiruvsiz pulini olib kelardi. Masalan, odam 1935 yilda yoki 2005 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi haqidagi ma'lumotlari o'sha paytdagi tartib asosida ko'rib chiqilgan. Keyin pensiya har oy plastik kartaga yoki naqd shakllarda kelgan. Ayrim hollarda faqat yashash joyi o'zgarganda, nogironlik guruhi qayta ko'rilganda yoki pensionerning o'zi ariza berganda ish qayta ko'tarilgan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari, pensiya bo'limlari, arxivlar, soliq bazalari, fuqarolik holati dalolatnomalari, bank ma'lumotlari va boshqa elektron tizimlar bir-biri bilan ko'proq solishtirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi faqat qog'ozdagi eski hujjatga qarab qolishmaydi. Elektron bazada pensioner tirikmi? Qayerda ro'yxatda turibdi? Qaysi hisob raqamiga pul olyapti? Pensiya turi to'g'ri belgilanganmi? Ish staji 2 marta hisoblanmaganmi? Boqmandalik yoki qo'shimcha ustama asosli berilganmi? Shular tekshirilishi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Oldin bir odamning mehnat daftarchasida 38 yil staj yozilgan bo'lsa, shu hujjat asosiy dalil bo'lgan. Hozir esa ayrim davrlar arxiv ma'lumotlari bilan solishtiriladi. Agar 1978 yildan 1903 yilgacha bir zavodda ishlagan deb yozilgan bo'lsa, lekin arxivda faqat 1980 yildan 1983 yilgacha ma'lumot chiqsa, pensiya bo'limi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Bu darrov pensiyani to'xtatadi degani emas, lekin pensioner yoki uning yaqinlari masalaga befarq qarasa, keyin muammo kattalashadi. Yangi tekshiruvning asosiy maqsadi ko'pincha 3 ta yo'nalishga borib taqaladi. Birinchisi, pensiya to'g'ri tayinlanganmi yoki yo'qmi? Ikkinchisi, pensioner haqiqatan ham pensiya olish huquqiga ega holatdami? Uchinchisi, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar va imtiyozlar asossiz berilmayaptimi? Bu yerda gap faqat jazolash haqida emas. Ba'zan tekshiruv natijasida aksincha pensionerga qo'shimcha pul chiqishi ham mumkin. Chunki ayrim odamlarning staji yetarli hisoblanmagan, ayrim ish davrlari e'tibordan chetda qolgan, ayrim ustamalar vaqtida qo'shilmagan bo'ladi. 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilganlar deganda juda katta guruh nazarda tutiladi. 1930 yilda tug'ilgan odam bugun juda katta yoshda. Ko'pincha uning hujjatlari farzandlari yoki vasiylari orqali yuritiladi. 1915 yilda tug'ilganlar esa ko'p hollarda yaqinda pensiyaga chiqqan yoki pensiya yoshiga yetib kelayotgan avlod hisoblanadi. Shu sababli tekshiruv hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Kimdir faqat ma'lumotlarni yangilaydi, kimdirdan arxiv hujjati so'raladi, yana kimningdir pensiyasi qayta hisoblanadi. Eng ko'p e'tibor beriladigan masalalardan biri ish staji. Masalan, 1940 yilda tug'ilgan erkak 2015 yilda pensiyaga chiqqan bo'lsin. Uning mehnat daftarchasida kolxozda ishlagan 7 yil, zavodda ishlagan 15 yil, keyin kichik korxonada ishlagan 9 yil ko'rsatilgan, jami 34 yil. Agar pensiya tayinlash vaqtida kolxoz davri to'liq qabul qilingan bo'lsa, lekin hozir arxivda ayrim yillar bo'yicha ish haqi yoki ish kunlari tasdiqlanmasa, undan qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Bunday holatda odam vahimaga tushmasligi kerak. Avval qaysi yil bo'yicha savol borligini aniqlash, keyin tuman arxiviga yoki sobiq xo'jalik hujjatlari saqlanadigan idoraga murojaat qilish kerak. Ikkinchi muhim masala ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdori faqat stajga emas, ayrim davrlardagi o'rtacha ish haqiga ham bog'liq bo'ladi.
oldin korxona ma'lumotnomasi bilan pensiya hisoblangan bo'lsa, hozir o'sha ma'lumotnoma haqiqiy arxiv yozuvlari bilan solishtirilishi mumkin. Masalan, bir pensionerning 1996-1990 yillardagi ish haqi yuqori ko'rsatilgan. Shu asosda pensiya ham nisbatan balandroq chiqqan. Agar arxivda boshqa raqamlar chiqsa, tekshiruv boshlanishi ehtimoli bor. Lekin bu yerda juda muhim narsa bor. Har qanday qayta hisob-kitob rasmiy hujjat, yozma asos va tushuntirish bilan bo'lishi kerak. Og'zaki gap bilan pensiyani kamaytirib bo'lmaydi. 3-masala yashash joyi va ro'yxat. Ayrim pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin boshqa shaharda farzandlari bilan yashaydi. Ayrimlar uzoq muddat chet elga ketgan bo'lishi mumkin. Bu holatlar pensiya olish huquqiga ta'sir qilishi yoki qilmasligi pensionerning maqomi, pensiya turi va amaldagi tartibga bog'liq. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam boshqa tumanda yashayotgani uchun darrov pensiyadan mahrum qilinmaydi. Lekin u haqidagi ma'lumotlar bazada mos kelmasa, pensiya bo'limi shaxsni tasdiqlashni, ro'yxatni aniqlashtirishni yoki bank hisob raqamini yangilashni so'rashi mumkin. 4-masala bank kartalari. Hozir ko'p pensionerlar pensiyani karta orqali oladi. Ba'zan karta farzandining qo'lida bo'ladi. Pensionerning o'zi esa har oy qancha pul tushayotganini ham bilmaydi. Men bunday holatlar juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Pensionerning pullari uning shaxsiy mulki. Agar karta boshqa odamda bo'lsa ham, pensionerning roziligi bo'lishi kerak. Tekshiruv vaqtida bank hisob raqami, karta egasi, ishonchnoma, pensionerning shaxsan mavjudligi kabi masalalar ko'tarilishi mumkin. Ayniqsa juda keksaygan insonlar nomidan pensiya olinayotgan bo'lsa, hujjatlar tartibli bo'lishi shart. Agar pensionerning pasporti yoki ayda kartasi joyida bo'lsa, pensiya hujjatlari avval to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, staj bo'yicha tortishuvli davrlar bo'lmasa, bank kartasi o'z nomida bo'lsa, yashash joyi va ro'yxat ma'lumotlari mos bo'lsa, odatda katta xavotirga asos yo'q. Tekshiruv bunday odamlar uchun faqat ma'lumotlarni solishtirish va yangilash jarayoni bo'lib qoladi. Masalan, 1932 yilda tug'ilgan ayol 2022 yilda pensiyaga chiqqan. U 25 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyin Akaz yil bog'chada ishlagan. Uning barcha ish joylari davlat tashkilotlari bo'lgan, buyruqlar arxivda bor, ish haqi ma'lumotlari elektron tizimda ko'rinadi. Bunday odam tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Agar pensiya bo'limi chaqirsa, hujjatlarni olib boradi. Ma'lumotlar tasdiqlanadi va jarayon tugaydi. Yana bir misol. 1925 yilda tug'ilgan erkak harbiy xizmatdan keyin bir korxonada 30 yil ishlagan, keyin pensiyaga chiqqan. Korxona hozir ham faoliyat yuritadi. Arxiv hujjatlari yo'qolmagan, mehnat daftarchasi aniq, familiya va tug'ilgan sana hamma joyda bir xil yozilgan. Bu holatda muammo chiqish ehtimoli past. Lekin baribir men bunday insonlarga ham hujjatlarni uyda bir joyga jamlab qo'yishni maslahat beraman. Chunki tekshiruv chaqirig'i kelganda hujjat izlab yugurish asabni buzadi. Eng avvalo mehnat daftarchasida tuzatishlar, o'chirilgan joylar, noaniq muhrlar, eski korxona nomlari, qo'lda yozilgan, tushunarsiz sanalar bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bu hujjatlar yaroqsiz degani emas, lekin savol tug'dirishi mumkin. Masalan, ishga kirgan sana 1909 yil 4 mart deb yozilgan. Ishdan bo'shagan sana esa 1904 yil deb yozilgan. Lekin oy va kun ko'rsatilmagan yoki muhrda korxona nomi to'liq o'qilmaydi. Bunday holatda pensiya bo'limi tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini so'rashi mumkin. Ikkinchi guruh familiyasi o'zgargan ayollar. Masalan, qiz familiyasi bilan 1975-1902 yillarda ishlagan, turmushga chiqqandan keyin boshqa familiyada davom etgan. Agar nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat yoki arxiv ma'lumotida bog'lanish aniq bo'lmasa, stajning bir qismi vaqtincha tasdiqlanmay qolishi mumkin. Shu sababli ayollar, ayniqsa 1965 yillarda tug'ilgan pensionerlar nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya almashtirish haqidagi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. Uchinchi guruh sobiq kolxoz, sovxoz, qurilish brigadalari, mavsumiy ishlar, kooperativlar yoki tugatilgan korxonalarda ishlaganlar. Chunki bunday joylarning arxivlari har doim ham to'liq saqlanmagan. Masalan, odam 1901 yildan 1909 yilgacha paxta tozalash zavodida mavsumiy ishlagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin ish haqi va damoslari yo'qolgan. Bunda guvoh ko'rsatmasi, arxiv javobi, eski buyruqlar, kasaba uyushmasi hujjatlari yoki boshqa bilvosita dalillar kerak bo'lishi mumkin.
To'rtinchi guruh. Ikki xil pensiya yoki qo'shimcha to'lov oladiganlar. Masalan, yoshga doir pensiya ustiga nogironlik bo'yicha ustama, urush o'rta mehnati, parvarish puli, o'quvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq to'lov yoki boshqa kompensatsiya bo'lsa, tekshiruvda shu qo'shimcha to'lovlarning asosi ko'riladi. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Agar to'lov qonuniy bo'lsa, unda qo'rqish kerak emas. Lekin hujjat yo'qolgan, tibbiy ma'lumot eskirgan, nogironlik muddati tugagan, parvarish qiluvchi shaxs almashgan bo'lsa, buni vaqtida yangilash kerak. Birinchi misol. 1940-yilda tug'ilgan ona 2003 yildan beri pensiya oladi. U 1970-yillarda tikuv fabrikasida ishlagan, keyin yil uyda bolalar tarbiyasi bilan band bo'lgan, keyin maktab oshxonasida ishlagan. Tekshiruvda uning mehnat daftarchasidagi bir davrda korxona nomi noto'g'ri yozilgani aniqlanadi. Pensiya bo'limi undan arxiv ma'lumotnomasi so'raydi. Agar farzandlari bu ishni vaqtida qilsa, tuman arxivdan tasdiq olinadi va pensiya davom etadi. Agar ular e'tiborsiz qoldirsa, hujjat topshirilmagani uchun qayta hisob-kitob cho'zilishi mumkin. Ikkinchi misol. 1909 yilda tug'ilgan erkak 15 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Lekin stajning 6 yili boshqa viloyatdagi qurilish tashkilotiga tegishli. O'sha tashkilot 1990 yillarda tugatilgan. Tekshiruvda o'sha 6 yil bo'yicha savol tug'iladi. Bu odam darrov jahl qilmasligi kerak. U avval pensiya bo'limidan aynan qaysi davr tasdiqlanmayotganini yozma ravishda aniqlaydi. Keyin o'sha viloyat arxiviga so'rov beradi. Agar arxivda buyruq yoki ish haqi ma'lumoti topilsa, masala yopiladi. Topilmasa, boshqa dalillarni yig'ish yo'li ko'riladi. Uchinchi misol. 1937 yilda tug'ilgan bobo juda keksa, o'zi yura olmaydi. Pensiyani nabirasi kartadan olib beradi. Tekshiruvda pensioner haqiqatan ham hayotmi? Pulni kim olyapti? Ishonchnoma bormi? degan savollar chiqishi mumkin. Bu uyatli yoki haqoratli tekshiruv emas, bu tizim uchun majburiy nazorat. Bunday vaziyatda yaqinlari notarial ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma, pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni tartibga keltirib qo'yish kerak. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, ayrim xizmatlarni uyga chaqirish imkoniyati bor yo'qligini mahalliy idoradan so'rash kerak. To'rtinchi misol. 1935 yilda tug'ilgan ayol pensiyaga chiqish arafasida. U bir necha yil norasmiy ishlagan, keyin yakka tartibdagi tadbirkor yo'nda ishlagan, keyin rasmiy korxonaga o'tgan. U o'ylaydi: men o'tdim yil ishladim, pensiya bemalol chiqadi. Lekin tekshiruvda faqat rasmiy tasdiqlangan davrlar hisobga olinadi. Og'izaki ishlaganman degan gap yetmaydi. Shu sababli 1906-1965 yillarda tug'ilganlar uchun eng muhim narsa hozirdan stajini tekshirtirish. Soliq va mehnat tizimida qaysi davrlar ko'rinayotganini aniqlashtir. Har bir tekshiruv pensiya kamayadi degani emas. Bu eng katta noto'g'ri tushuncha. Ba'zi odamlar chaqiruv keldi deganda darrov qo'rqib qoladi. Aslida chaqiruv hujjatni yangilash, shaxsni tasdiqlash, bank ma'lumotini to'g'rilash yoki elektron bazadagi xatoni tuzatish uchun ham bo'lishi mumkin. Men tajribamda shuni ko'p ko'rganman. Odam hujjat olib boradi. Ma'lumotlar mos keladi. Hech qanday salbiy oqibat bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomondan beparvolik ham xavfli. Agar sizga pensiya bo'limidan xabar kelsa, telefon qilishsa, xat yuborishsa yoki mahalla orqali aytishsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Menga baribir pensiyam kelaveradi deb yurish noto'g'ri. Tizimda javobsiz so'rov turib qolsa, keyin pensiya to'lovi vaqtincha ushlanishi yoki qayta ko'rib chiqish jarayoni boshlanishi mumkin. Shuning uchun chaqiruvni tekshiring. Lekin shoshilib hujjatlarni begona odamga bermang. Yana bir nozik shat firibgarlar, pensionerlar tekshiruv bo'ladi degan xabarni eshitganda ayrim nopoq odamlar bundan foydalanadi. Men pensiya bo'limidanman. Kartangiz raqamini ayting. Tekshiruvdan o'tkazib beraman, pul bering. Hujjatlaringizni menga tashlab keting degan gaplarga ishonmang. Rasmiy xodim hech qachon telefon orqali bank kartangizning maxfiy kodini, SMS kodini, PIN kodini so'ramaydi. Pensiya masalasi bo'yicha faqat rasmiy idoraga boring yoki rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Familiya, ism, otasining ismi yozilishidagi farqlar ham katta muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayevich bilan xato, yana birida tug'ilgan sana bir kun farq bilan yozilgan. Eski hujjatlarda bunday xatolar ko'p uchraydi. Bu holatda odam aybdor bo'lmasligi mumkin, lekin xatoni baribir tuzatish kerak. Fuqarolik holati dalolatnomalari bo'limi, arxiv
sud orqali faktini belgilash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Qaysi yo'l kerakligi xatoning turiga bog'liq. Chet elga ketgan pensionerlar masalasida ham ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan bo'lsa, uning pensiya olish tartibi, hayotligini tasdiqlash, bank hisob raqami va ishonchnoma masalasi alohida ko'rilishi mumkin. Yaqinlari u chetda, lekin pensiyasi kartaga tushyapti deb yuraversa, keyin tekshiruvda savollar ko'payadi. Bunday holatda pensiyaning o'zi yoki vaqt rasmiy tartibni aniqlab olishi kerak. Nogironlik pensiyasi yoki ustamalar tibbiy hujjatlar alohida ahamiyatga ega. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, bu boshqa masala. Agar muddatli belgilangan bo'lsa, qayta ko'rik sanasi o'tib ketmasligi kerak. Ba'zan odam pensiya olayotganini biladi, lekin ustama aynan qaysi hujjat asosida berilayotganini bilmaydi. Tekshiruvda shu asos so'ralganda, oldin ham berilgan-ku degan javob yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi navbatda pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, harbiy bilet, diplom, tug'ilganlik haqidagi hujjatlar, nogironlik ma'lumotnomasi, bank karta ma'lumotlari, ishonchnoma, arxiv ma'lumotnomalari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga borganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizdan hujjat so'rashsa, aynan qaysi hujjat, qaysi davr, qaysi sabab bilan kerakligini aniqlang. Masalan, 1976 yildan 1991 yilgacha bo'lgan ish davrini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak degan aniq javob boshqa. Hujjat olib keling degan umumiy gap boshqa. Aniqlik bo'lmasa, odam noto'g'ri joyga borib vaqt yo'qotadi. Uchinchi qadam, barcha murojaatlarni iloji boricha yozma qiling. Arxivga so'rab bersangiz, nusxasini saqlang. Pensiya bo'limiga ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi bor nusxa yoki ro'yxat raqamini oling. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Hujjat topshirish madaniyati pensionerning o'zini himoya qiladi. 4-qadam, arxiv bilan ishlash. Agar eski korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Bu tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv yoki korxonaning huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. So'rovda pensionerning to'liq familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, ishlagan korxona nomi, taxminiy ish davri, lavozimi yozilishi kerak. Qanchalik aniq yozsangiz, topish ehtimoli shunchalik oshadi. 5-qadam, bank kartalarini tartibga keltiring. Pensionerning kartasi boshqa birovda bo'lsa, buni qonuniy asosda qiling. Agar pensioner o'zi pul ola olmasa, ishonchnoma rasmiylashtirish masalasini ko'rib chiqing. SMS kodi, PIN kod, karta raqami va maxfiy ma'lumotlarni hech kimga aytmang. Pensiya tushmay qolsa, avval bankdan hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya bo'limidan sababini so'rang. 6-qadam, telefon orqali kelgan xabarlarga tanqidiy qarang. Agar kimdir siz tekshiruvga tushdingiz, pulingiz to'xtaydi, tezdan mana bu raqamga pul o'tkazing desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Rasmiy idora jarima yoki to'lovni shaxsiy karta orqali undirmaydi. Har qanday shubhali holatda mahalliy pensiya bo'limining rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki idoraga borib aniqlang. 7-qadam, pensionerning o'zi keksa bo'lsa, farzandlari mas'uliyatni bo'yniga olishi kerak. Ko'p otaxon va onaxonlar hujjat masalasini tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Ariza yozolmaydi. Bunday paytda o'zingiz boring deyish to'g'ri emas. Farzand yoki yaqin qarindosh hujjatlarni tartibga solib, kerak bo'lsa birga borish kerak. Bu nafaqat huquqiy, balki insoniy mas'uliyat. 8-qadam, pensiya kamaytirilsa yoki to'xtatilsa, sababini yozma ravishda talab qiling. Har qanday qaror asoslantirilgan bo'lishi kerak. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi norma qo'llangan, qaysi davr hisobdan chiqarilgan, qancha summa farq qilyapti, bular aniq ko'rsatilishi lozim. Agar qarorga rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi pensiya organiga, ma'muriy tartibda shikoyat qilishga yoki zarur bo'lsa, sudga murojaat qilishga haqlisiz. Agar pensiya bo'limiga ariza yozsangiz, arizada oddiy va aniq gaplar bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiya hujjatlarim bo'yicha tekshiruv o'tkazilayotgani sababli qaysi davr yoki qaysi hujjat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot talab qilinayotganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qayta hisob-kitob bo'lsa, pensiya miqdori o'zgargan bo'lsa,
hisob-kitob asoslarini va qo'llangan hujjatlarni tushuntirib berishingizni so'rayman deb yoziladi. Arxivga yoziladigan so'rovda esa maqsad aniq bo'lishi kerak. Falonchi falon yillarda falon korxonada ishlaganda davrini, lavozimini va ish haqini tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. Agar ayol kishining qiz familiyasi boshqa bo'lsa, arizada har ikkala familiya ko'rsatiladi. Masalan, ishlagan davrda familiyam Karimova bo'lgan, hozirgi familiyam To'xtayeva deb yozish kerak. Bu arxiv xodimlariga qidirishni osonlashtiradi. Agar xatolik shaxsiy ma'lumotlarda bo'lsa, masalan tug'ilgan sana yoki ismda farq bo'lsa, darrov bahslashishga shoshilmang. Avval qaysi hujjat asosiy ekanini aniqlash kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, ID karta, nikoh hujjati. Mehnat daftarchasi va arxiv ma'lumotlari o'zaro solishtiriladi. Ba'zi xatolar idora orqali tuzatiladi. Ba'zilar uchun sud orqali yuridik faktni belgilash talab qilinishi mumkin. Bu jarayon cho'zilishi mumkin. Shuning uchun erta harakat qilish foydali. Birinchi xato chaqiruvni e'tiborsiz qoldirish. Men buni eng xavfli xato deb bilaman. Chunki vaqtida borib tushuntirilsa, oddiy masala bo'lgan narsa keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Ikkinchi xato asl hujjatlarni begona odamga berib yuborish. Mehnat daftarchasi, pasport, pensiya hujjatlari juda muhim. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa bering. Aslini esa faqat rasmiy qabul jarayonida ko'rsating. Agar asl hujjat topshirilsa, qabul qilinganini tasdiqlovchi yozuv oling. Uchinchi xato internetdagi har qanday xabarga ishonish. Hamma pensioner tekshiruvdan o'tmasa pensiyasi to'xtaydi. Yoki Mimdog'ul Olbey yillarda tug'ilganlarning pensiyasi qayta olinadi degan keskin gaplar ko'pincha vahima uyg'otish uchun tarqatiladi. Har bir holat individual. Rasmiy xabar, pensiya bo'limi tushuntirishi va hujjatlar asosiy manba bo'lishi kerak. 4-xato faqat tanish orqali ish bitirishga urinish. Tanish yordam berishi mumkin, lekin rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi. Bugun og'zaki bitgan ish ertaga bazada muammo bo'lib chiqishi mumkin. Shuning uchun har bir harakat rasmiy iz bilan qolishi kerak. 5-xato pensionerning o'z pulini nazorat qilmasligi. Har oy qancha pensiya tushyapti? Ustama bormi? Kamayish bo'ldimi? Bankdan yechib olingan summa qancha bularni bilish kerak. Farzand yordam berayotgan bo'lsa ham pensionerning haqqi ochiq va halol yuritilishi shart. Men bugun tushuntirgan asosiy fikr shuki, 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar bo'yicha tekshiruv deganda darrov vahimaga tushish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Tekshiruvning markazida hujjatlar, staj, ish haqi, shaxsiy ma'lumotlar, bank hisoblari va qo'shimcha to'lovlarning qonuniyligi turadi. Hujjatlari tartibli odam odatda bu jarayondan muammosiz o'tadi. Hujjatida noaniqlik bor odam esa vaqtida harakat qilsa, o'z huquqini himoya qila oladi. Mening eng muhim maslahatim, bugun ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Qaysi yillarda ishlaganingiz, qaysi korxonalarda bo'lganingiz, familiya o'zgarganmi? Arxiv ma'lumoti bormi? Bank kartasi kimda? Shularni tekshiring. Agar pensiya bo'limidan xabar kelsa, rasmiy tartibda boring. Aniq savol bering. Yozma javob oling va hujjatlarni tartib bilan topshiring. Agar sizda shunday tekshiruv bo'yicha xabar kelgan bo'lsa, yoki tanishlaringiz orasida pensiya hujjatlari qayta ko'rilayotganlar bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi viloyatda qanday talab qo'yildi, qaysi hujjat so'raldi. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa keksa insonlar va ularning farzandlari uchun juda zarur.